Başkumandan Zunun-Teyip. General Zunun-Teyip Uyg'urlarning 20-asr tarixidagi muhim rol o'ynagan ozg'ina harbiy siyosiy shaxslarning ichidagi eng g'olliq biridir. Zunun-Teyip 1917-yili hozirgi Qozog'istonning Yarkent shahrida bir Uyg'ur dehqon oilasida dunyoga kelgan bo'lib, u bu shaharda boshlang'ich va o'rta maktab ma'rif tarbiyasini Rus maktabida olgan edi. Ammo 1931-yili Sovet ittifoqida elib berilgan kollektivlashtirish siyosati natijasida Qozog'istonda tarixda misli ko'rilmagan cho'ng ocharchilik yuz bergan bo'lib, ana shu vaqtda Zunun-Teyip oilasi boshqa ko'plagan Uyg'urlar va qozoqlar bilan birlikda 1881-yili ko'chib ketgan on yurti G'uljiga qaytib kelib, bu munbat zaminda qaytadan makonlashib qolgan. U G'uljiga qaytib kelganda 15 yoshlarga kirib qolgan bo'lib, uning aqlliq va chechanligi Musobay o'g'illarining diqqatini tortgan. Shunda qilib, u Musobaylarning maktabida ta'lim olgandan keyin ularning teri zavodida ishchi bo'lib, biroqla shirkatning g'olliq rahbarlari qatoriga yuksalgan. Gerçi uning oshkor salohiyati zavod ma'muri bo'lsa-mu, biroq uning haqiqiy maxfiy salohiyati Shingsayni og'dirish maqsad qilingan ozodlik tashkilotining rahbariy kadri bo'lganligi edi. Qozog'istondagi dangliq Uyg'ur tarixchi va siyosatchi Qahramon G'o'janbarda apandining aytishicha, Zunun-Teyip 1944-yili va 1949-yillardagi milliy ozodlik harakat va milliy armiyaning kurash hayotida muhim rol o'ynagan bo'lib, u 1940-yillari maxfiy tashkil qilingan ozodlik tashkilotining eng g'olliq a'zosi sifatida bir mezgil muhim yer osti faoliyatlarini elib borgandan tashqari 1944-yili 7-noyabr kunidagi G'ulji qo'zg'olonidagi rahbariy shaxslar qatoridan o'rin elib, 12-noyabr kunidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurishga aktiv qatnashgan va ilgari keyin partizanlik harakatlarini Sharqiy Turkistonning har qaysi viloyatlariga faol kengaytirish ishlariga mas'ul bo'lgan. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati hay'ati 1945-yili 2-oyda Zunun-Teyipni Davlat diviziya komitetining muavin mudirligiga, orqadan shu yili 3-oyning 13-kuni hukumat hay'ati 33-nomerli qaror ma'qullab, uni harbiy ishlar nazoratining nozirligiga tayinlagan. Zunun-Teyip harbiy ishlar nozirlik xizmati jarayonida Sharqiy Turkiston Milliy davlat armiyasining qurilish ishlarini umumyuzlik aktivlashtirgan va milliy armiya qurishga oid komissiya tarkibidan o'rin olgan. 1945-yili 8-aprel kuni milliy armiya rasmiy qurilganda, u podpolkovnik unvoni bilan milliy armiyaning muavin bosh qo'mondonlik vazifasiga tayinlangan va keyinroq polkovniklikka o'stirilgan. 1945-yili 4-oyda Zunun-Teyip milliy armiya bosh qo'mondonlik vazifasiga tayinlangandan keyin milliy armiyaning 3 front bo'yicha urush qilish planlarining tuzilishi va uni ishga oshirishga bevosita qatnashgan bo'lib, u Sharqiy Turkiston Jumhuriyati raisi Alixon To'ri bilan bevosita aloqa qiladi. Hozir Olmaotada yashayotgan ayni vaqtda Zunun-Teyipning qo'l ostida ishlagan sobiq milliy armiya ofitseri Batur Arshidinovning aslishicha, Zunun-Teyipning milliy armiyaning bosh qo'mondonligiga tayinlanishi uning aslidilla ozodlik tashkilotining eng g'olliq a'zosi bo'lganligi va Alixon To'rining o'rinlashtirishlarini eng yuqori darajada yaxshi ijro qilishi bilan munosabatli edi. 1945-yili 7-oyda milliy armiya Gomindang ishg'olchilariga qarshi 3 front bo'yicha umumyuzlik harbiy harakatini boshlaganda, Zunun-Teyip milliy armiya bosh qo'mondoni Ivan Palinov bilan birga Shimoliy frontdagi janglarga, ya'ni oldi bilan Dorbiljin va Cho'chakni ozod qilish urushiga qo'mondonlik qilishga qatnashgan. Shuningdek, Cho'chakda mustaqil otliq brigada qurish ishlariga yetakchilik qilgan. Arqadınla u 1945-yili 3 va 8-sentabr kunlari general Palinov bilan birga o'ttir yo'lnishdagi Shixo jang maydonida birga bo'lib, Shixoni ozod qilish urushiga qo'mondonlik qilishga bevosita qatnashgan edi. Almata shahri yenidagi Turgan yezir yashayotgan sobiq milliy armiya ayrim otliq divizioni jangchisi
90 yaşlardan hal qilgan Nurmuhammad Sodiqov apandining eslishicha, Zunun Teyipning ayni vaqtda Milliy armiya jangchi ofitserlari orasidagi inovati va ta'siri nihoyatda yuqori bo'lib, uning 28 yoshida polkovnik unvoni bilan Milliy armiyaning muavin bosh qo'mondonlik darajasiga yuksalishi jangchi ofitserlarning birdek hurmati, havasi va qiziqishini qo'zg'agan ekan. 1949 yili 10-oyning oxiri Sharqiy Turkiston Sovet ittifoqi hukumatining qo'llashi va yordami ostida Xitoy Kompartiyasi hokimiyati ostiga o'tgandan keyin 1950-yili Milliy armiya Xitoy ozodlik armiyasining 5-korpusiga o'zgartirilgan va atalmish Xinjiang harbiy rayoni qurilganda Zunun Teyip mazkur harbiy rayonning muavin bosh shtablik vazifasiga tayinlangan edi. U bu vazifasida taki 1961-yilgacha ishlagandan keyin yana bir Milliy armiya qo'mondoni, ayni vaqtdagi Ili harbiy rayonining qo'mondoni Marg'ub Isoq qatorliqlar bilan birga vazifasini tashlab Sovet ittifoqiga ko'chib ketib, Olmataga makonlashgan. Sobiq Milliy armiya jangchisi Nurmuhammad Sodiqovning aytishicha, Zunun Teyip Olmatada yashaydigan vaqtlarida Uyg'urlarning Sharqiy Turkistondagi siyosiy qismatlarga yaqindan ko'ngil bo'lgan kuchlik vatanparvar kishi edi. U doim Uyg'ur jamoatchiligi orasida o'z ona vatanidagi ahvollar haqida izchil siyosiy nutq so'zlashga odatlangan bo'lib, shu orqali Qozog'iston Uyg'urlarini har vaqt Sharqiy Turkiston uchun safarbarlik qilish sharoitini hozirlagan edi. Qahramon G'ojamberdining aytishicha, Zunun Teyip Qozog'istonga ko'chib chiqqandan keyin oldi bilan Olmatadagi Oliy partiya maktabida o'qib, ishchilar va ta'minot sohasidagi rahbariy xizmatlarda bo'lib, 1977-yili pensiyaga chiqqan. Bu jarayonda u tinim topmay nutq so'zlab va safarbarlik chaqiriq qilib, xalq ichida cho'nqur ta'sir va hurmat qoldirgan. 1974-yili Moskvadagi Pan nashriyoti tarafidan o'ris tilida nashr qilinib, keng tarqatilgan sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Milliy armiyasi muavin bosh qo'mondoni general Zunun Teyipovning erkinlik uchun kurashda mavzuliq 1944-yili va 1949-yildagi Sharqiy Turkiston Milliy ozodlik inqilobi va Sharqiy Turkiston Jumhuriyati haqidagi aslimi xarakterlik kitobi ruscha tarqatilgan. Zunun Teyipning mazkur aslimasi rus tilida erkinlik uchun kurashda deb atalgan bo'lsa, 1977-yili Olmatada Uyg'ur tilida chiqqanda Sharqiy Turkiston yerida deb nom berilgan edi. Kitobda Sharqiy Turkiston inqilobining boshlanishi, ozodlik tashkilotining qurilishi va faoliyatlari, 1944-yili 7-noyabr G'ulji qo'zg'oloni, Jumhuriyatning qurilishi, Harambog', aerodrom va boshqa joylardagi janglar, 3 front urushi, birlashma hukumat 1947-yillari va 1949-yillardagi Ahmadjon Qosimiy boshchiligidagi kurashlar, Ahmadjonlarning o'limidan keyingi Xitoy Kompartiyasining Sharqiy Turkistonni egallashi va Xitoyning o'z va'dasida turmay Uyg'ur va boshqa xalqlarga qarta bostirish siyosati yurgizganligi qatorliq butun tarixiy jarayonda bir qadar ixcham yo'ritilgan. Uyg'urlar tarixi va tarixiy shaxslarga oid qomus va boshqa ko'plagan asarlarning tuzgutchisi va muallifi Olmatada yashaydigan professor Abdullajon Samsaqov apandining aytishicha, mazkur asar 1944-yillari va 1949-yillardagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati va inqilobi haqidagi tunji va bir qadar ishonchli faktlar bilan yozilgan asardir. 28 yoshida Sharqiy Turkiston Milliy armiyasining qo'mondoni bo'lib, 28 yoshidan 55 yoshigacha qo'lida qurol tutgan, hayotining oxirgi 11 yilida qo'liga qalam olgan, ömrünü vatan va millatning taqdiri haqida kurash bilan o'tkazgan Uyg'urning o't yurak qahramoni general Zunun Teyip 1984-yili 67 yoshida Olmata shahrida vafot bo'lib, shu yerga dafn qilindi.